Bundan bering, keyin bundan ham. Zvachkadan ol. Hoy bola, aytchi, isming nima? Mani ismim Muhammad. Nega bir o'zing yuribsan? Oysha, bizga kim mehmon bo'lib keldi? Dadajon, buning ismi Muhammad. Saqich sotib yurgan ekan. Isming muncha chiroyli bolakay. Ota-onang qayerda? Men 3 yoshligimda otamdan ayrilganman. Biz oyim bilan bitta o'zimiz qolganmiz. Seni yetim ekansan, bolam. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة. Chiqaqo. Odamlar bemalol Iltimos unga tegmang, u biz bilan. Bolam, onang hozir qayerdalar? Uydalar, kasal yotibdilar. Muhammad, o'tir biz bilan. Ovqatdan ol. Ha, ol. Qorning ham ochib ketgan bo'lsa kerak. رغم المصاعب والمتاعب والضلال رغم التعثر في متاهات الحياة رغم الصخور تعيق سيري لم أزل أمشي وقد وكلت أمري للإله قالوا بأني قد فشلت وأنني ممن هوى وتبعثرت ضعفا خطاه لكن تحديت الظروف وخضتها وحدي صبورا مستعينا بالصلاة كم مرة Katta rahmat sizga. Men uyga borishim kerak. Oyim xavotir oladi. Mana ko'rasan, Alloh taoloning mehribonligi bilan yaqinda onang tuzaladilar. Yana bir bor rahmat. Meni ovqatlantirganingiz uchun. Biz seni uyingga olib borib qo'yamiz. رغم المصاعب والمتاعب والضلال رغم التعثر في متاهات الحياة رغم الصخور تعيق سيري لم أزل أمشي وقد وكلت أمري للإله قالوا بأني قد فشلت وأنني ممن هوى وتبعثرت ضعفا خطاه لكن تحديت الظروف وخضتها وحدي صبورا مستعينا بالصلاة كم مرة عصف الأنين بداخلي كم مرة قد ذاق قلبي من أسى محنة ترمني في حماه لو ضاقت الدنيا بعيني Shoshmay tur, Muhammad. Qizim, menga karmonimni olib ber. Muhammad, mana bu pullarni ol. Bu pul yeb-ichishinglarga va oyingni davolashga yetadi inshaalloh. Mana bu mening telefon raqamim. Biror yordam kerak bo'lsa tortinmay aytinglar. Rahmat. Ko'rishguncha.
Dadajon, oyim bo'lganlarida sizdan juda ham xursand bo'lardilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mening qadrli aka-uka va opa-singillarim. Bizlardan hech kim ertaga nima bo'lishini bilmaydi va bunga kafolat ham bera olmaydi. Qadrdonlarim, rahimli bo'ling, saxovatli bo'ling. Kimki muhtoj bo'lsa, albatta ular haqida qayg'uring. Eng asosiysi, Xoliqimiz bo'lgan Alloh taologa xolis bandalik qiling. Hali ham bo'lsa kech emas. Buyuk Allohning mehribonligi bilan albatta yaxshilik qilishga ulgurasiz inshaalloh.